Barselona muxlislari diqqat qiling, chunki ushbu video aynan siz uchun. Barselona ushbu yozda yana bir yirik transferni amalga oshirish arafasida turibdi. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'ling. Men esa sizga bu haqda hozir batafsil gapirib beraman. Barselona ushbu yozda yana bir yosh vingerni o'z safiga qo'shib olishni asosiy maqsad qilib qo'ygan. Insider Fabrizio Romanoning xabarlariga ko'ra, Barselona Karim Adeyemi uchun Borussia Dortmundga o'zining dastlabki taklifini jo'natgan va futbolchi bilan 5 yillik shartnoma shartlarini og'zaki ravishda kelishib olishgan. Bundan tashqari Adeyemi Borussia Dortmund bilan bo'lgan amaldagi 2027-yilgacha bo'lgan shartnomasini uzaytirishdan bosh tortdi va u klubga faqatgina Barselonada o'ynashni xohlayotganini bildirgan. Transfer summasi hali aniq bo'lgani yo'q, lekin Adeyemi uchun Barselona bonuslar bilan qo'shib hisoblaganda 30 million yevrodan ko'proq to'lashi taxmin qilinyapti. E'tiborli tomoni shundaki, Adeyemining transferi ehtimoliy Julian Alvarezning transferiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, chunki klub ikkita futbolchini ham ikkita loyiha sifatida ko'rmoqda. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Adeyemining transferi Barselona uchun foydali bo'ladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va videoni albatta Barselonaning ashaddiy muxlislariga yuborib qo'ying.